Assalomu alaykum, aziz tinglovchilar. Bugun sizlarga zulmning oqibati haqida aytib bermoqchiman. Zulmkor bo'lmang. Shayx Ibrohim Haqqiy yoshligida avliyoullohlardan bo'lgan. Ismoil Faqirulloh hazratlarining qo'llarida tahsil va tarbiya ko'rgan edi. Bir kuni ustozi uni chaqirtirdi. Ibrohim yugurib keldi. Labbay ustoz, shu ko'zada buloqdan suv olib kelgin. Ibrohim ko'zani olib buloqqa bordi. Ko'zani to'ldirayotganida bir otliq keldi va qani nari tur deb Ibrohimni itarib yubordi. Ibrohimning ko'zasi yerga tushib sindi. U yig'lab ustozining huzuriga keldi. Nima bo'ldi, o'g'lim? Deb so'radi ustozi. Buloqdan suv olayotgandim. Bir otliq kelib itarib yuborganida ko'za qo'limdan tushib sindi. Ko'zani sindirgan odamga biron nima dedingmi? Yo'q, hech nima demadim. Bir og'iz ham gapirmadingmi? Yo'q. Tezda u yerga borib, otliqqa biror narsa deganda ortga qayt. Ismoil Faqirullohning bunday buyruq berishlaridan hamma hayron qoldi. Ibrohim yugurib buloq boshiga keldi. Haligi kishi otini yuvar edi. Ibrohim anchagacha talmovsirandi, lekin hech narsa deyolmay qaytib keldi. Ustozi, gapirdingmi? Deb so'radi. Yo'q. Vaqt o'tkazmay yugur, unga biror yomon gap aytib kel. Ibrohim yana yugurib buloq boshiga keldi. Qarasa, uni itargan otliq yerda yotibdi. Unga yaqin keldi. Otliq boshi yorilgan holda behush yotardi. Bu holdan yuragi yorilayozgan Ibrohim ustozining yoniga keldi. Ustozi yana so'radi. Biror narsa dedingmi? Ibrohim: Yo'q ustoz. Bu safar borganimda uning boshi yorilgan, qonga belanib yotgan ekan. Peshonasida ot tuyog'ining izi ko'rindi, dedi. Ismoil hazratlari: Ey o'g'lim, birgina ko'za uchun bir odamni o'ldirtirding. Bu endi qandoq bo'ldi? Unga bir og'iz javob, bir og'iz yomon so'z aytganingda bu hodisa ro'y bermasmidi, dedilar. Ismoil Faqirulloh hazratlarining atrofidagilari: Ustoz, aytgan gapingizga uncha yaxshi tushunmadik, deyishdi. Ha, dedi Ismoil Faqirulloh hazratlari. Bir zolim biror kishini xafa qilib yig'latsa-yu, mazlum u zolimga qarshi hech narsa qilolmasa, mazlumning ko'ngli ozor topgani uchun Haq taolo zolimdan uning qasdini oladi. Ibrohim ham ko'zanisi singach, u otliqqa hech bo'lmasa nima qilib qo'yding deganida otining tepkisidan omon qolarmidi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: zulm qilishdan qo'rqinglar. Albatta, u qiyomat kuni zulmat bo'lib qaytur, deb marhamat qildilar. Imom Muslim rivoyati. Hikoya manzur bo'lsa, videoga layk bosing. O'z fikrlaringizni izohlarda yozing va albatta kanalga obuna bo'ling. Xayr, sog' va omon bo'ling.